Onam endi distirlangan, filtrlangan suv ichadilar. Assalomu alaykum hammalaringizga. Hozir men uyga keldim. Aura kompaniyasiga men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sababi rahmat avvalambor bizani uyga kelib, misol uchun mana onamlarga hozir mana qozon tovoqlargacha Aura kompaniyasi Aura kompaniyasi berib ketgan. Mana yana Aura dushovoylargacha berib ketgan. Eng asosiysi filtr apparat qo'yib ketganlar. Bularda polностью necha yil garantiya dedilar? 15 yil garantiya. Polностью uyingizga apparat nima bo'lsa, shap kelib call centerda telefon qilsangiz kelib tuzatib ketadilar. Takji sizlarga eng vigid narsa onam bir 20 litrlik baklashgan ko'chadan toshigan edi, to'g'rimi? Endi xudo xolasa jaqqi mana ko'chadagi suvni shunday distirlab beradi. Yopaylik, isrof qilmay. Bemalol olib bismillah deb ichaveradilar. Choy damlabda choyni ham ta'mi shirin bo'lgan edi, ha? Xursand bo'ldim, mana shunaqa bilmagandim. Shunaqa filtrlari borligini. Ana yo'qdimi? Oilamiz bilan baklashga ko'tarmasdan chiroyli yurimiz. Xullas, Aura kompaniyasiga rahmat aytaman. Bularda polностью butun 50 ta davlatda shunaqa kompaniyani yo'lga qo'ygan. 50 ta davlatda ham Aura kompaniyasi bor. Bu yaxshi brend bu. Uyimda turibdi. Doimo sog' salomatda bo'linglar, o'zlaringizni asranglar. sog' bo'linglar.